Assalomu alaykum akalar. Eko mashina sotiladi. Nimaga ikkita mashina sotiladi? Menda hozir ikkita bo'lib qoldi. Shuning uchun bittasini sotishim kerak. Qaysi biri birinchi sotilsa, yo buni minib yuraman yoki buni minib yuraman. Sababi mashina hozir ikkita bo'lib qoldi. Ikkosidan bittasini sotishim kerak. O'zimni bizneslarim bor, o'sha biznesga pul zarur bo'lib qoldi. Qaranglar. Sразу Epica'dan boshlaymiz. Epica полный full varianti, ya'ni ikkinchi pozitsiyasi. Xo'p, 2011-yil, lekin udar-pudar hech narsasi yo'q. Hattoki kapotingizni ochganingizda bolt gaykalari bo'shamagan. Shunga yaxshi ahamiyat berasizlar. Motori yog' yemaydi, Epicachilar biladi. Ya'ni asosiysi motori bo'ladi. Motordan tashqari ходовой. Hozirgacha ходовой qismiga pul sarflanmagan. Ya'ni o'sha zavodskiy holatda, o'sha ya'ni mashina na ходу demoqchiman. Endi buni ichki qismlarini bitta ko'rsataylik, aşağıdan ko'rsatib oling. Ichki qismi полный full variantda. Bitta kamerachimiz ichkariga kirgandan keyin men sizlarga to'liqroq tushuntirib o'taman. Bu yerda hamma yo'g'i full variantda bo'ladi. Konditsionerlari, ichlari, ya'ni pul qo'yadigan joylari, perikulatorlari, ular hamma yo'g'i ishlaydi. Ya'ni o'sha stakanchiklari, bu taraflari, hattoki mana tepa qismda, ya'ni ochga qo'yadiganlargacha hamma yo'g'i full variantda bo'ladi bu narsa. Bu sidinasimizga kelsak, sidinamiz ham eng oxirgi, ya'ni full variantdagi modelimiz. Qo'ysalaring ketaveradi. Ko'rdilar-mi? Endi, xo'p, mashinamizni orqa qismi, ya'ni orqa qismini ko'rsatib o'tsak, ko'rib turibsizlar, podlakoninglari xolos yopiladi, ochiladi va yumshoq variantda xohlaganlarincha o'tirgan taqdirda ham mana oxirgizda turibdi, bemalol o'tirsa bo'ladi. O'zi Epica zo'r mashina, svetlari hamma yo'g'i ishlaydi. Endi oddiycha qilib, jaydaricha qilib video qilib qo'yamiz va orqasida metani bor. Hozir ochib olaylik knopkasidan 1 sekund. Mashinani bitta ko'rsatib turasiz. Keyin kraskalarni aytib o'tamiz. Xo'p, orqasi ochildi. Mashinani qaranglar, mana. Umuman kulish tegmagan, mana. Yaxshi bilishadi, o'zi kuzatuvchilar yaxshi biladi, mana. Metan. Ya'ni udari yo'q. Mana tag qismini ham ko'rsatib qo'yamiz. Udar-pudar bo'lmagan. Любой ustida tekshirtirib olaverasizlar. Mana bu tarafi ham unaqa kulish tegmagan Nahadu mashina. Ya'ni butun mashina. Bu o'zimizning nomimizda. Endi kraskasi qatta deganlarda полный mashina yaxshi, kraskasi mana shu joyda ko'rinsa, mana bu yerda sal mana kraskasi mana. Mana shu joyda, mana bu yerda ko'rinib turibdi ko'proq, bu yerda ajragan. Ko'rinayotgan bo'lsa. Переход mana bu yerdan bo'lgan переход. Ya'ni kuzatuvchilar tilida aytyapman. Keyin ikkinchisi mana shu qanot xuddi shunaqa bo'lganda, buni seli birga bir qilib almashtirib qo'ygan. Zavodskiy chiqib qolganda birga bir qilib almashtirib qo'ygan. Ichi, udari ham yo'g'ini 100% tekshirib olaverasizlar. Xo'p. Mashinamiz haqiqatan ham zo'r, nahada turibdi. Balonlari ham yangi. Xo'p. Endi bu yerda asosiy puli 2011-yil, probegi 500 ming qaytarilmagan. Men mashina purish emasman. Qaytarib turaman, yolg'on gapirishni yoqtirmayman. Realli dangaliga aytyapman, 510 mingmi yurgan, lekin hattoki motori yog' yemaydi. Shunga ahamiyat berasiz. Hozir men bitta ko'rdim-da, OLX boshqa platformalarni ko'rdim. Hammasiniki 500 mingdan o'tmagan. 2011-yil Epica qanamachasiga hammasi 500 mingdan o'tmagan. Hammasi 100 ming, 200 ming shunday qo'yib tashlashgan. Uni haligi tushirtirib qo'yishgan endi. Biroq yomonlamaymiz. Xullas 510 ming zavodskiy tegilmagan, hamma yo'g'i radniy holatda turibdi. Endi narxiga kelsak, buni narxi hozirgi kunda men 6800 aytyapman. Jicha-picha kelishtirib beramiz mana shunisini. Endi xohlasangiz jicha-picha pul yetmasa, unga kelishaveramiz. Bu sразу nomlaringga o'tadi, kelishsa bo'ladi. Agar pullarning yetmasa, nasiya savdoga salpalini kelishsa bo'ladi. Uni ham variant qilib beraveramiz. Mabodo. 12simiz, 12ga kelsak, xo'p, 24. Buni yutug'ini aytib beraman. 24-yil, 30 ming probeg, ya'ni 6 ta pozitsiya bo'ladi. Bu 5-pozitsiyasi hamma yo'g'i bor, hatto nuklargacha bor, full variantdagisi. Aqdan bitta shopirib nima kamerachimiz ko'rsatib oling, ichini bitta ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ichiga kelsak, ya'ni telefonda o'zini zaryadka qilishi, ya'ni keyin o'z-o'zini parkovka qiladi, avtomatik parkovka qiladigan joylar full variantda, konditsioner, sidinalar isiydi, hamma yo'g'i bor. Ya'ni avtomat korobka. Bunga ham yaxshi ahamiyat berasizlar. Endi orqa qismini kapotni bitta ko'rsatamiz. Kapotni hattoki subwooferlargacha qo'yib qo'yganman. Subwooferlargacha o'sha bonus sifatida ketadi.
Mashinamizni kilometr probegi buni 30 ming yurgan. Endi buni puli, asosiy joyi pulini aytib o'tishimiz kerak. Xo'p, puliga kelsak, atrofdan endi ochiqda bu eko'zidan bittasini minishim kerak bo'ladi. Xo'p, puliga kelsak, atrofdan 500 ming dollar arzoniga beraman. Faqat bu nasiya savdoga o'zim olganligim uchun, ya'ni davlat taraflama olganligim uchun, ya'ni o'sha Asaka zavodidan olganligim uchun o'zimning mashinam, o'zimning nomimda, o'zimni haligi nima dey, xohlagan stilda video qilib olasizlar. Endi 1 yil oldimmi, 2 yil oldimmi, ana Qashqadaryoga bitta Cobalt sotuvdim. Ulardan xuddi shu stilda olishadi. Ya'ni Davenis hisobida olishadi. Davenis qilib berib turaman, 1 yildan keyin o'tkazib olishdi. Rosa 1 yildan keyin o'tkazib olishgan. Xuddi o'shunaqa ishonchsalaring beraman, bozordan 1000 yo 500 dollar arzoniga kelishsa bo'ladi. Sizlarga zo'r to'lang. Nimaga? Endi savol. Nimaga bunaqa arzon qilib beryapsiz? Menga hozir bitta biznes qilyaptim. Biznesga pul zarur bo'lib turibdi. Endi mashina ikkita bo'lib qoldi. Qaysidirdan minishim kerak. Bu sotilib ketib qolsa, buni minib yuraman. Bu sotilib ketib qolsa, buni minib yuraman. Shuning uchun hozir mana sizlarga zo'r variant. Bu ham o'zimizning nomimizda, bu ham o'zimni nomimda. Bu endi akamning nomida 100% o'tadi. Bundan muammo emas. Bozor nech pul bo'lsa, bozordan 500 ming kamiga kelishamiz. Faqat o'sha sharti, o'sha Davenisni yurib turasizlar xolos. Agar ishonsalaring, yo bo'lmasam kelishib qolsa, misoli biz pulimiz yetmay qoladi desalar, unga ham kelishaveramiz. Ya'ni halol, chista nasiya savdoga kelishaveramiz. Men o'zim beraveraman. Prosta pulni kelish kerak bo'ladi xolos. Akalar, buni mana narxini aytdim, ya'ni 6000 8000 tushib beriladi. Bu bozorda nech pul bo'lsa, o'sha 14 ming bo'lsa, 13,5 ming, misol tariqasida 13 ming bo'lsa, 12,5 ming, ular bozordan 500 dollar, 1000 dollar atrofida kelishiladigan xonasi bor. Sizlarga zo'r imkoniyat. Bosinglar, pastda bo'ladi raqam, ya'ni videoda bo'lmaydi. Sotilib ketib qolganiga nomerni olib qo'yaman. Videoda turmaydi. Telefon raqam pastda, ya'ni o'sha videoda ko'rayotganlaringda, video ketayotgan joyda, ya'ni pastda yozuvlar bo'ladi. Ana shu joyda qo'yib qo'yaman. Sotilgan bo'lsa, sotildi deb yozib qo'yaman akalar. Qaysi birini olgan bo'lardilaring, yo'qsa kimdir mashina oqtarib yurgan bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Mana sizlarga zo'r imkoniyat. Zo'r mashina, bu ham full variantda. Men o'zim yoqqanlik uchun buni ham sotaveraman deyapman. To'g'risi, menimdan to'g'risi vasha yumshoq ekan. 2011, lekin bunda yo'q funksiyalar bunda bor-da. Keyin yumshoqligi bor, uni bliq qaytib o'tayapti. Bu bo'lsa, inja taraq-turuq qilib o'tadi endi. Tan olish kerak. Vasha full variant, og'ir zo'r mashina ekan. Menga mana shunaqa mashina yoqardi. Tem bo'lib metanda. Bu benzinda. Xohlovchilar buni, xohlovchilar buni. Kelishaveramiz. Oluvchilar, realni oluvchilar aloqaga chiqinglar, yo'qsa olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Shu joygacha ko'rgan ekansizlar, demak, bizni muntazam ravishda kuzatib borasizlar. Sizlarga avvalambor rahmat. Yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiringlar. Kim mashina oqtarib yuradi va qaysi mashinani olgan bo'lardilar. Hech bo'lmaganda niyat qildim aka. Mana 12 so'moqchi edim. Ilohim o'zi ham mashina kunlarga yetsin deb yozib qoldim. Yo'qsa epki vashe baliq mashina ekan. Men odamlar kaprizni bir narsa deydi. Kaprizni deyishgan. U oldinlar deyishgan. Shu joyga esimga kelib qoldi. Nimaga kaprizni deyishgan? U payt ustalari kam bo'lgan. Hozir ustasi tiqilib yotibdi. Zapchasidan vobshe muammo emas. Buni nimaga aytyapman? Mana Samarqandda agar aka-ukalarimiz bo'lsa, Samarqand Toshkentda faqat epika qatnashyapti. Nimaga? Yumshoqlik uchun. Yo'l jami, Samarqand yo'li yami bo'lib yotibdi. Shuning uchun mana Samarqand Pitaga borsalaring, o'sha Ulug'bekda maqbarani bu chekasi Pitay bor. O'sha yerda ko'pi bir 80-70% epika. Qaysi birini olgan bo'ladilar, pastki raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Endi gazini bosdan oldim desalar bo'lmaydi, o'zimning kanalim. Xullas, aka men olmoqchi edim deb realni suhbatlashsak bo'laveradi. Telegram, WhatsAppdan ham aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Kimdir Rossiyadadir, kimdirdir 1-2 ming pul yetmayotgandir. Olinglar, 1-2 mingni kelishadigan xonasi bor. Xohlasalaring bunisini, xohlasalaring bunisini kelishaveramiz. Faqat imini bu aytilgan narxda bo'lmaydi. Nasiya savdoga bo'lsa, boshqa summa bo'ladi. Telefon qilganlaringni tushuntirib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, shu joyga ko'rganglar. Rahmat. Like bosib, kommentariy yozib ketish esdan chiqmasin.